Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga yangi kirganlarga eslatma, biz faqat ilmda berilganlarnigina aytamiz. Shuning uchun bizdan hozir YouTube'ni bosib ketgan, ostida ilmiy asosi bo'lmagan, ya'ni aksariyat yolg'on bo'lgan vahimali ko'pirtma gaplarni kutmang. Demak, siz yaxshi kanal topdingiz va kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yingizlar. Bu narsa sizlarga kerak. Bizga obuna ham, ko'rish soni ham qiziq emas. Videolar uchun pul to'lanmaydi. Bu videolarni dehqonlarga yordam bo'lsin deb ishlayapmiz. Vaqtida shu xalq bizni o'qitdi, mutaxassis bo'ldik. Endi biz ham qarzimizni qaytarishimiz kerak. Xo'p, bilamizki, juda ko'pchilik kasallik, zararkunanda va begemotlarga qarshi kurashda faqat preparatlar ishlatiladi deb tushunishadi. Va kommentariyalarda ham buncha gapni cho'zasan, bizga tars-turs qilib preparatlarni aytib qo'y deb ko'p yozishadi. Ya'ni bizda hammasi bir pasda bo'lsin degan yomon bir dangasa fikr bor. O'rganishga erinamiz. Lekin dehqonchilikni ham, bog'dorchilikni ham yaxshi bilish uchun ko'p narsalarni o'rganishimiz kerak. Busiz foyda ololmaymiz. Behuda xarajat qilib yuraveramiz. Rivojlangan davlatlarning siri ularning odamlari o'z ishini, ilmini yaxshi o'rganishidadir. Moddiy resurslar ilmsiz ko'p ish qilolmaydi. Hamma gap ilmda. Biz esa bu videolarda ana shu sirlarni, ya'ni ilmni soddalashtirib, lekin mukammal qilib aytishga harakat qilamiz. Va bunda tabiiyki gapi ko'p bo'ladi. Chidaysizlarda endi ko'p pul topish oson emas. Demak, biz kasallik, zararkunanda va begemotlarga qarshi eng avval profilaktikani, agrotexnik tadbirlarni batafsil qilib aytamiz. Chunki ana shular eng asosiy va eng arzon kurash usullaridir. Ya'ni chalasavod agronom yoki agroaptekachilargina sal narsaga pestisid tavsiya qiladi. Ham pestisidlar vaqt o'tgan sari eskiradi. Zararli organizmlar ularga moslashib chidamli bo'lib boradi. Demak, bu yil yaxshi ishlaganni 2 yildan keyin ta'siri kamayishi mumkin yoki undan arzon va yaxshiroqlari chiqishi mumkin. Lekin baribir kasallik, zararkunanda va begemotlarga qarshi ishlatiluvchi o'zimiz sinagan pestisidlarning nomlari yoki tarkiblarini ham batafsil qilib aytib o'tamiz. Biroq bular ham hozir aytganimizdek vaqt kelib eskiradi. So'rasalaringiz o'sha vaqtda yangi chiqqan va yaxshiroq preparatlarni Telegramdagi dehqonchilik guruhida aytib boramiz. Guruh havolasi shu video ostida hamda kommentariyada berilgan. Yozuv oxiridagi yana yoki davomi degan so'zni bossangiz yozganimiz to'liq chiqadi. Shundagi ko'k yozuvli havolani ustiga bitta bossangiz o'zi guruhga o'tkazib qo'yadi. Demak, bu ekinlarning xavfli kasalliklardan yana biri bu fuzarioz. Buni ham zamburug'lar qo'zg'atadi. Kasallangan o'simliklarning asosiy ildizi va poyasining bir qismi qizaradi. Ekinlar sust o'sadi. Ildiz bo'yiga qarab yorilib ketadi va quriydi. Infeksiya manbai zararlangan o'simlik qoldiqlari hamda urug'lar hisoblanadi. Endi bu kasallik tushganda yoki tushish xavfi bo'lganda, masalan, oldingi yil kasallik bosgan bo'lsa yoki boya yuqorida aytilgan kasallikning tarqalishiga qulay bo'lgan ob-havo bo'lganda, profilaktika yoki davolash uchun qo'llaniladigan fungitsidlarni aytib o'tamiz. Lekin bu kasallikka qarshi eng arzon va eng samarali chora bu urug'ni dorilashdir. Chunki bu kasallikni paydo qiluvchi patogenlar tuproqda hamda urug'ni o'zida bo'ladi. Hozir urug' dorilash uchun preparatlar ko'p. Masalan, tarkibi fludioxanil bo'lgan Maxim XL yoki tarkibi metalaxil bo'lgan Apron XL yoki Carbaxin plus Tiram tarkibli Vitavax kabi fungitsidlar eng yaxshilari. Urug' shu tarkibli preparatlarning biri bilan to'g'ri dorilansa, kasallik urug'dan va tuproqdan yuqishini oldi olinadi. Nihollarni tuproq ostidayoq chirib ketishidan himoya qiladi. Dorilashda preparat dozasini aytmadi-ku deb hayron bo'lmangizlar. Bularning idishida 1 tonna urug' uchun sarflanadigan dozasi yozilgan bo'ladi. Buni bilish oson, lekin muhimi shu dozani qancha suvga qo'shishdir. Demak, bunda 1 tonna urug' uchun agar urug' namroq bo'lsa 8 litr, urug' juda quruq bo'lsa 12 litr, odatiy urug'da esa 10 litr suv ishlatiladi. 1 tonna uchun suv kam emasmi deb hayron bo'lmangizlar. Biz urug'ni ivitmaymiz, balki namlaymiz. Ya'ni urug' yuzasi yupqa plyonka bilan qoplanishini o'zi yetarli bo'ladi. Agar suv ko'payib ketsa, urug' shishib ketadi, dori oqib tushadi, ta'siri kamayadi. Bu kasallikda ham eng muhimi profilaktika va agrotexnik tadbirlardir. Masalan, sog'lom va hamda sertifikatlangan urug'larni topish, urug' dorilanmagan bo'lsa, yuqorida aytilgan fungitsidlardan biri bilan dorilash, urug'ni tez vaqt ichida ekish kerak. Masalan, don seyilkalari bilan. Oldingi yil kasallik tushgan maydonga bu ekinlarni 3-4 yil ekmaslik kerak. Urug' ekilgach yer qatqaloq bo'lsa, tezda yumshatish, zararlangan o'simlik qoldiqlarini daladan chiqarib tashlash, yerni kuzda yoki yozda ekish oldi
chuqur shudgorlash kerak. Yana fosforli va kaliyli o'g'itlarni yetarli berish, urug'ni zich ekib yubormaslik, ya'ni ekinlar o'sib qalinlashganda ham o'simlikni ichida havo yaxshi aylanishi kerak. Va azotli o'g'itlarni ortiqcha bermaslik ham zarur. Aks holda kasallik kuchayib ketadi. Suvni ham me'yorida berish kerak. Chunki suv ko'p bo'lsa, barglar o'zidan ko'p miqdordagi suvni bug'latib, bargni uzoq vaqt ho'l qilib turadi. Bu esa kasallikni rivojlantiradi. Bu kasallikni oldini olishda ekish muddatlarini ham ahamiyati katta. Ya'ni erta ekilgan bu ekinlar kech ekilganiga nisbatan kam kasallanadi. O'suv davrida bargdan har 100 litr suvga 1,5 kilogramm karbamid, 0,5 kilogramm NPK, ya'ni 0,52-34 lik monokaliy fosfat va 0,5 litr kaliy gumat qo'shib sepib borish ham bu kasallikning rivojlanishini sezilarli darajada sekinlashtiradi. Albatta, bularga bor va molibdenli o'g'itlarni qo'shib ham sepish ekinlarni kuchli qilib, kasallikka chidamligini hamda hosilini oshiradi. Fuzariyoz ayniqsa yog'ingarchilik ko'p bo'lib, yerda zax ko'payganda kuchayib ketgani uchun havo nam bo'lganda kasallik tushishini kutib o'tirmasdan profilaktika uchun ishlovlarni boshlash kerak. Bu kasallikka qarshi hozircha eng samarali fungitsidlardan tiafonat metil tarkib, masalan, Topsin M fungitsidi fuzariyozga qarshi asosiy preparat. Yoki karbendazem tarkib, masalan, fundazolom yaxshi. Kasallikka profilaktika uchun tarkibi alyuminiy fosfat bo'lgan fungitsidlar, masalan, Fital fungitsidi yoki Promakarp tarkib, masalan, Prevecur Energy yoki Facetil alyuminiy tarkib, masalan, Aliettilardan birini qo'llash mumkin. Lekin bular kasallik tushib ketgach, tiafonat metil yoki karbendazem tarkibli fungitsidlar kabi kuchli ishlamaydi. Xo'p, video juda cho'zilib ketdi, lekin baribir hammasini to'liq ayta olmadik. Aytilmaganlarini va yuqorida aytilgan ma'lumotlarni aniq tushunmagan bo'lsangiz yoki preparatlarning nomlarini anglay olmay qolgan bo'lsangiz, unda boya aytilgan Telegramdagi dehqonchilik degan guruhimizga o'tib so'rangizlar. Preparatlarning nomlari, tarkiblari, retseptlarini va qo'llash tartiblarini yozma shakllarda beramiz. Aksariyat savollarga o'zim javob yozaman. Ham bu videoda berilganlari umumiy ma'lumotlar. Sizdagi ekin yoki daraxtlaringizda kasallik, zararkunanda va begonotlar paydo bo'lsa, rasmlarni tashlangizlar. Aniq davo topish uchun avval aniq diagnoz qo'yish kerak. Aytgancha, bu videoda faqat loviya, fasol va mosh kasalliklari haqida gaplashdik. Lekin shu videodan keyin bu ekinlarni zararkunanda hasharotlari va begonotlari bo'yicha ham alohida qilib mana shunday videolar beramiz nasib bo'lsa. Demak, shu bilan bu videoni yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr azizlar.